O'zbek mumtoz adabiyoti va davlatchiligi tarixida Zahiriddin Muhammad Bobur alohida o'rin tutadi. U nafaqat buyuk, sarkarda va davlat arbobi, balki nozik didli shoir, tarixchi va mutafakkir sifatida ham tanilgan. Bobur tavalludi milliy tariximizda yuksak ma'naviy ahamiyatga ega bo'lgan voqeadir. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevral kuni Andijon shahrida tavallud topgan. U Temuriylar sulolasiga mansub bo'lib, otasi Umarshah Mirzo Farg'ona hokimi, onasi Qutlug' Nigora xonim esa ilm va tarbiyaga e'tiborli zukko ayol edi. Bobur yoshligida ilm-fan, adabiyoti va harbiy san'atiga qiziqib ulg'aydi. Boburning hayoti murakkab va sinovlarga boy bo'lgan. Yoshligidan taxt uchun kurashlar, vatandan ayriliq, hijron va g'urbatni boshdan kechirgan. Shunga qaramay, u o'zining mustahkam irodasi va aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar davlatiga asos solishga muvaffaq bo'ldi. Bobur ijodi o'zbek adabiyotining bebaho durdonasidir. Uning Boburnoma asari tarix, geografiya va adabiyotning noyob namunasi bo'lib, muallifning hayoti, zamonasi va kechirmalarini haqqoniy aks ettiradi. Shoirning g'azal va ruboiylarida vatan sog'inchi, inson tuyg'ulari, sadoqat va or-nomusi ulug'lanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi, buyuk iste'dod egasining dunyoga kelishi millatimiz uchun faxrli sahifaning boshlanishidir. Bobur merosi bugungi avlodni vatanparvarlikka, ilmga, muhabbat va qat'iyatga chorlaydi. Uning hayoti va ijodi asarlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitib kelmoqda.